Ota-onangiz va oila a'zolaringiz bilan birgalikda ishonchli va garantiyali turfirma orqali Umra ziyoratiga bormoqchimisiz? Mana shu video aynan siz uchun. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Centrum Holidays turfirmasining qadrli obunachilari, barchangizga xayrli kun tilaymiz do'stlar. Hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays turfirmasining rasmiy ofisida bizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga iyul va avgust oylariga umra narxlari necha pul bo'lyapti va shart-sharoitlari qanday bo'lyapti, shular haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Albatta sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka, opa-singillarga mana shu videoni yuborib qo'yishni unutmanglar azizlar. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz Nizomiddin hoji akamiz bilan birgalikda video syomkamizni davom ettiramiz. Hoji aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Charchamayapsizmi? Ishlar bilan yaxshi keldingizmi? Rahmat. Hoji aka, hozirgi kunda qachon va qayerdan reyslarimiz bor va shart-sharoitlarimiz qanday bo'lyapti? Safarimiz haqida ma'lumotlar berib o'tsangiz. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli Centrum Holidays ashaddiy obunachilarimiz. Xudo xolasa biz 2026-yil, xo'p bugungi sanamiz 25-iyulda xudo xolasa mana shu videoda sizlarga taqdim qilyapmiz. Xudo xolasa iyul oyiga reyslarimiz soni juda ham oz qolgan va joylarimiz soni ham juda ham kam qolgan. Xudo xolasa 28-iyul kuniga Toshkent Primo Jidda yo'nalish orqali reyslarimiz bor, joylarimiz ham bor. Qo'ng'iroq qilinglar. Xo'p, vodiydan esa 29-iyul kunlariga Farg'ona Jidda hamda Namangan Madina reyslarimiz bor. Xudo xolasa joylarimiz soni juda ham oz qolgan. Pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib batafsil yana ma'lumot olishlari mumkin bo'ladi. Xudo xolasa Centrum Holidaysda safarlarimiz 14 kunlik bo'ladi. 3 kun Madinai Munavvarada, 11 kun Makkai Mukarramada bo'ladi. Inshaalloh gastinisalarimiz 4 yulduzli va 5 yulduzli bo'ladi. Madinai Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Makkai Mukarramada esa 3 mahal o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Albatta malakali 50 boshlari bilan umra ziyoratimizni, sayohati, ibodati va ziyoratlarini xudo xolasa mukammal ado qilamiz inshaalloh. Xudo xolasa. Hoji aka, gastinitsa orali masofalarimiz va taomlarimiz haqida ham ma'lumot berib o'tib keting. Xo'p, gastinitsalarimiz orali masofasi Madina Munavvarada 100-150 metrda, ya'ni markaziyada joylashgan bo'ladi. Xo'p, Makkai Mukarramada esa 800 metrdan 1 kilometr oraliqda albatta chiroyli, go'zal va 5 yulduzli shinam gastinitsalarimiz joylashgan. 24/7 avtobus xizmati ham bor. Bemalol piyoda borishlikda niyat qilgan obunachilarimiz yoki yurtdoshlarimiz bo'lsa, bemalol piyoda borishlari mumkin. Yoshi katta hojidada, hojijonlarimiz esa bemalol avtobus xizmatlaridan bepul foydalanishsa bo'laveradi. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, agarda siz ham yaxshi niyat qilib ota-onangizni umra ziyoratiga iyul-avgust oylarida jo'natmoqchi bo'lsangiz, hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, aloqaga chiqib, batafsil va to'liq ma'lumotlar olishlaringiz mumkin. Xo'p, Hoji aka, yana bir narsa, hozirgi kunda qayerdan reyslarimiz bor? Xo'p, hozirgi kunda 28-iyul kuniga Toshkent Jidda reyslarimiz bor. 29-iyul kuniga Farg'ona hamda Namangan Madina reyslarimiz bor. Farg'onada joylarimiz juda ham oz qolgan, Namangan Madina reyslarimizda joylarimiz bor. Bemalol telefon qilishaversin. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman. Centrum Holidays bu siz uchun yagona tanlov. Agarda siz ham yaxshi niyat qilib yurgan bo'lsangiz, hozirroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, bemalol joylarini bron qilishlaringiz mumkin. Xo'p, xudo xolasa Hoji aka, bitta oiladan bir 5 kishi, 10 kishi chiqadigan bo'lsa, bir chegirmalar ham qilib beramizmi? Albatta, oilaviy boruvchilarga, guruhdoshlar yoki sinfdoshlar boradigan, xo'p, yurtdoshlarimiz bo'lsa, aka-uka, opa-singillarimiz bo'lsa, bemalol telefon qilinglar, narxlardan chegirma qilib beramiz. Xudo xolasa, xo'p, bizda yana ham qulay sharoitga ega bo'lish maqsadida biz obunachilarimizga, ya'ni bizga qo'ng'iroq qilib Centrum Holidaysdan ketadigan obunachilarimizga albatta bir donadan erkaklarimizga ihromlarimiz ham bor. Shuni ham ta'kidlab o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Xudo xolasa. Ya'ni bonus tariqasida taqdim qilinadi. Albatta, bonus tariqasida beriladi, xudo xolasa. Gap yo'q. Do'stlar, bizni kuzatib boringlar, ekranda raqamlar. Xudo xolasa sizlarga to'liq va batafsil ma'lumotlar berdik degan umiddaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling azizlar. Hoji aka, sizga ham rahmat. Rahmat, sog' bo'linglar. Tanlovda adashmanglar.